Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Biz hozir pomidor gulini hosil bo'lishida va gulning to'kilib ketishini oldini olish maqsadidan retsept tayyorlaymiz. Demak, bu retseptimizda asosan 3 ta modda yoki element ishtirok etadi. Bu birinchisi borniy kislota, shakar hamda magniy sulfat. Xo'p, retseptni tayyorlashdan oldin bu 3 ta modda haqida yoki element haqida o'simliklarga foydali tomonlari haqida o'z fikrlarim bilan o'rtoqlashaman. Demak, iloji boricha qisqaroq gapirishga harakat qilaman. Xo'p, borning foydalari. G'unchaning hosil bo'lishida demak ishtirok etadi bor elementi. Bu jarayon fanda demak botanizatsiya deb ataladi. Bundan tashqari gul va meva bog'lanishini yaxshilaydi, changlanishni kuchaytiradi, gul to'kilishining oldini oladi. Ya'ni gulning har tomonlama rivojlanishini demak rag'batlantiradi. Xo'p, endi bu shakar esa bu organik modda o'simlikka energiya berib, foydali mikroorganizmlar faolligini oshiradi. Bundan tashqari yana gulning jozibadorligini kuchaytiradi. Endi uchinchi elementimiz esa magniy sulfat hisoblanadi. Magniy sulfat tarkibida ikkita element bor, o'simlikka eng kerakli bo'lgan bu magniy hamda oltin gugurt. Shulardan magniy haqida. Xlorofil hosil bo'lishini va yashil massa hamda meva ichida shakar yig'ilishini kuchaytiradi. O'simlikning nafas olishini yaxshilaydi hamda doimo o'sha o'simlik barglari yashil bo'lib turishini ta'minlaydi. Oltin gugurt esa o'sha o'simliklarda aminokislotalar, oqsillar, fermentlar hosil bo'lishida ishtirok etadi. Bu nima degani? Ya'ni o'sha mevani paydo bo'lishidan boshlab turli xil mevalarda o'ziga xos bo'lgan ta'mlar, masalan achchiq, shirin, nordon kabi xususiyatlarni o'sha qisman ta'minlaydi oltin gugurt. Bularsiz o'sha meva, oltin gugurtsiz meva hosil yoki hosil bo'lmaydi yoki paydo bo'lmas ekan. Shuning uchun eng muhim elementlardan biri oltin gugurt hisoblanar ekan. Xo'p, oltin gugurtning dehqonlar uchun yana eng foydali jihatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ular mevalarga ta'm, xushbo'ylik, sifat va blest, ya'ni yaltiroqlilik beradi. Xo'p, endi mana shu retseptimizni boshlaymiz. Dozalari haqida qisqacha. Borniy kislota dozasi haqida o'sha o'zimizning O'zbekistonda turli dehqonlarimizda turlicha qarashlar mavjud. Ayrimlari 1 gram bersa, ayrimlari 2 gram. Ayrimlari 5 gram bersa, ya'ni 10 litr suvga aytyapman. Ayrimlari 10 gram beradi. Endi juda ko'p mana shu olimlar tadqiqot olib borgan paytda, ya'ni buni nimaga aytyapman? Savol tug'iladida, o'sha borniy kislotaning eng afzal dozasi, me'yori qancha gram 10 litrga? Demak, bu tadqiqotlarda shu narsa ma'lum bo'ldiki, 1 yoki 2 gram bu eng afzal doza, eng xavfsiz doza. Xo'p, bizning dehqonlarimizda shunday tushuncha borki, bu 1 gram yoki 2 gram bu yo'qdek ko'rinadi o'sha dehqonlarimizning ko'ziga. Boring deb mana shu 10 litrga 5 gram yoki ba'zi paytlarda o'sha 10 gram berib yuboradi. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni dozaning oshirib yuborilishi mana shu birinchi navbatda barglarda borniy kislotadan so'rilmay qolgan qismi xuddi o'sha tuz yoki chang ko'rinishida yoki tosh ko'rinishida. Inson ko'zi bilan ko'rish juda ham qiyin, lekin barg yuzasida o'sha qatlam hosil qiladi, so'rilmay qolgan qismi. O'sha qatlam har masalan 10-15 kunda borniy kislota bargdan sepilavergan paytda qalinlashib, o'simlikning nafas olishini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari o'sha quyosh nurida o'sha hosil bo'lgan tosh qatlam qizib bargni keyinchalik qurib ketishini ta'minlaydi. Bu esa o'sha o'simliklarning hosildorligini keskin kamayib
ketishini demak biz o'zimiz bilmagan holatda yordam qilgan bo'lar ekanmiz. Bundan tashqari ikkinchi salbiy tomoni, borniy kislota doza oshirib yuborilgan paytda o'simliklarda toksik zaharlanish kuzatiladi. Demak, zaharlangan o'simlikda birinchi navbatda o'sha stress, muzlab qolish, to'xtab qolish holatlari kuzatiladi. Demak, bu jarayonda ham alal oqibat o'sha hosildorlikning kamayishiga olib keladi. Shu sababli o'sha 10 litr suvga 2 gram bu eng afzal norma hisoblanar ekan. Xo'p, endi borniy kislotada biz 2 gram olamiz. Hozir bizda sharoit bo'lmaganligi uchun, ya'ni o'sha shpritsni kesib olib, biz 2 gramni olishimiz kerak edi. O'sha o'lchov idishi bo'lmaganligi uchun bir pichoq uchida olamiz. Mana bir pichoq uchida. Xo'p, bu taxminan 2 gramga yaqin atrofda bo'ladi. Xo'p, mana buni maxsus idishga tashab olamiz. Xo'p, endi obedda oftobda qolgan suvimiz bor edi. Hozir bu sal soviganday bo'lgan, lekin muzdek suvdan farqi bor. Baribir iliqroq. Endi eriydimi yo'qmi ko'ramiz. Issiq suv bo'lishi kerak, bu iliqroq suv. Xo'p, mana iliqroq suv bo'lganligi uchun bu mana eridi birdan. Xo'p, demak bu 10 litr suv uchun tayyorlanyapti. Endi ikkinchi moddamiz bu shakar. 10 litrga 1 yoki 2 qoshiq. Biz to'ldirib mana shunday ko'rinishda 1 qoshiq shakarni ustidan solamiz. Bundan tashqari o'sha magniy sulfatdan asli o'sha fanda 5-10 gram berilishi kerak. Buni o'sha massasi, hajmi kichik bo'lgani bilan o'sha vazni yuqoriroq bo'ladi. Demak, bir qoshiqqa 15-20 gram atrofida taxminan magniy sulfat joy bo'ladi. Shu sababli biz oz to'lmas mana shu to'lla ekitaj qilib emas, o'rtacha holatda bu 10-15 gram bo'ladi. Buni ham dozasi oshib ketsa yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Mana shunday holatda bu 10-15 gram degani. Buni ham aralashtiramiz. Keyin o'sha bargdan berish uchun apparatimizda suv tayyorlaymiz. Demak, bu suv ham muzdek suv bo'lmasligi kerak. Ko'pincha o'sha quyosh nurida toplanib isigan suv bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Sababi, hozir o'sha krandan muzdek suvni olib, bu tayyor bo'lgan dorimizni, retseptimizni unga solib bargdan sepadigan bo'lsak, mana hozir kechqurun bo'lgan. O'sha obeddan keyin 40-43 daraja atrofida bizda bugun issiq bo'ldi. O'sha barglar hali sovib ulgurgan yo'q. Demak, qizib turgan o'simlik tanasiga biz sovuq suv bilan o'sha dorini sepadigan bo'lsak, ularning o'sha pomidorlarning eng yoqtirmaydigan xislatlaridan bittasi bu qizib turgan tanaga yaxta suv bilan sug'orishni yoqtirmaydi va o'sha bargdan muzdek suv bilan sepilgan o'sha dorini yoqtirmaydi. Ya'ni qizib turgan paytda sovuq narsani tanasiga tegsa, ular stressga uchraydi. O'sha stressga uchramasligi uchun, demak, biz iliqroq bo'lgan, ya'ni pomidorning tanasidagi haroratga yaqin bo'lgan haroratdagi suv bilan biz bargdan sepadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha o'simliklarimiz stressga uchramaydi. Hurmatli do'stlar, demak, mana shu borniy kislota, mana hozirgi kunda bu eskirgan bu borniy kislotani bargdan yoki ildizdan berish bu eskirib boryapti kundan kunga.
kundan kunga. Xo'p, buni o'rniga tayyor bo'lgan o'sha aqlli NPKlar hozir chiqib qoldi. Juda ham qimmat, kilosi juda ham qimmat narxlarda. Uning ichida o'simlik uchun kerakli bo'lgan barcha narsalar to'g'ri kombinatsiya asosida berilgan. Demak, agar uni ichida o'sha bor ham bor. Xo'p, bundan tashqari mana shu gulning hosil bo'lishida ishtirok etadigan mikro makro elementlar, masalan azot, fosfor, kaliy juda ham maqbul kombinatsiya asosida. Bundan tashqari qo'shimcha yana o'simlik uchun mana gulni to'kilib ketmasligini ta'minlovchi eng muhim bo'lgan o'sha elementlardan bittasi bu mikro element, ya'ni rux hisoblanadi. O'sha bor bilan rux gulning to'kilib ketmasligida juda ham katta foyda beradi. Demak, tarkibida rux bor, marganez, bundan tashqari yana bir 5-6 ta o'simlik uchun kerakli bo'lgan eng mana shu aqlli NPKlar haqida. Ya'ni bu borniy kislotani ishlatmaymiz. Ichida o'sha dozalari mana shu jahonda tengsiz bo'lgan mana shu dozalarda kombinatsiyalashgan. Xo'p, demak, hozirgi kunda eng mana shu afzal variant ana shu aqlli NPKlardan foydalansak, juda ham mo'l hosil olar ekanmiz. Agar sizlar mana shu aqlli NPKlar haqida video chiqarishni xohlasalaringiz, xudo xolasa keyingi o'sha videolarimizda qachonki mana shu agro aptekalarga borgan paytda o'sha joydan video olib ularga xarakteristika berib o'tishga demak harakat qilaman. Shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetyapti. Videomiz foydali deb bilsangiz, iloji bo'lsa o'sha mana shu videomiz boshqa dehqonlarga tezroq yetib borishi uchun iloji bo'lsa o'sha like bossangiz, bizning o'sha kanalimizni rivojlanishiga o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lardilaringiz. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar deb videomizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'lingizlar.